Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom qizim. Ikki quloqing bilan eshitib ol yigitcha. Bu meni yakkayu yolg'iz qizim Zarina. Tanish. Bu esa Shahzod. U seni tansoqching bo'ladi. Bugundan boshlab seni qo'riqlaydi. Ogohlantiraman, bolam. Agar unga bir narsa bo'lsa, boshing bilan javob berasan. Atir guldan farqingiz yo'q, husningizga to'yolmayman. Uzr go'zal, sizga men yor bo'lolmayman. Atir guldan farqingiz yo'q, husningizga to'yolmayman. Uzr go'zal, sizga men yor bo'lolmayman. Qorsiz oppoq is tushmagan, g'arib ko'nglimni xushlagan yorim bor sizga o'xshagan. Sizga men yor bo'lolmayman. Yorim bor sizga o'xshagan, sizga men yor bo'lolmayman. Atir gulda farqingiz yo'q, husningizga to'yolmayman. Uzr go'zal, sizga men yor bo'lolmayman. Bu dunyoda armonimsiz yetolmayman. Mangu uxlay tushim bo'ling, o'ngimda yor bo'lolmayman. Tiningiz bedor bilaman, dilingiz bemor bilaman. Endi men qandoq qilaman? Sizga men yor bo'lolmayman. Endi men qandoq qilaman? Sizga men yor bo'lolmayman. Atir guldan farqingiz yo'q, husningizga to'yolmayman. Uzr go'zal, sizga men yor bo'lolmayman. Tabriklayman. Rahmat. Hammasi uchun rahmat. Lekin bugun uyga vaqtliroq borsam bo'lardi. Bugun ayolimning ham tug'ilgan kuni. Va'da bergandim, vaqtliroq boraman deb. Uzr. To'xtang. Shu sovg'ani ayolingizga meni nomimdan bera olasizmi? Rahmat. Atir guldan farqingiz yo'q, husningizga to'yolmayman. Uzr go'zal, sizga men yor bo'lolmayman.